ehtiyot bo'lib ichasizlar, judayam ozib ketishinglar mumkin. Bir kunda 2 kilo vazn ketkazadigan menyuni ko'rsataman. Hamma so'radi, men ko'rsatib beraman. 1 stakan sut, bu 250 gram, 300 gram bo'ladi. Любой sut mumkin. 1 stakan oddiy suv. Yarim choy qoshiq kofe. Energetika. Bitta ko'k choy paketikda. Bitta qora choy paketikda. Buni bir qaytib qaynatamiz. Bir qaytib qaynab chiqdi. Solamiz va ichamiz. Buni xususiyatlarini aytib o'taman. Bir kunda 2 kilo ketadi. Bu degani 5 kunda 10 kilo vazn ketadi degani. Ehtiyot bo'lib ichasizlar, judayam ozib ketishinglar mumkin.